Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Yana bitta xonadonimiz Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani Mevazor MFI. Eski nomi Boytepa qishlog'i. Mana shu asosiy yo'l Toshkent shahariga chiqib ketadigan. Toshkent shahariga shu 45 kilometr. Food Cityga 51-52 bo'lishi kerak. Endi bu tomoniga yuradigan bo'lsa, bu tomoniga Qo'rg'onchi, Sirdaryo, Samarqand shu yo'llarga chiqib ketadigan. Xonadonimiz shu 50 metr, 60 metr mana shu asosiy yo'ldan ichkariga kirasiz. Mana asfalt bo'lgan. Xonadon yaxshi joyda joylashgan. Anchadan beri bu yerda hech kim yashamaydi. O'shaning uchun ko'p joylar o't bosib bo'lib ketgan. Mana uyning oldigacha asfalt qilingan. Kiraverishda shunaqa oldida ariqda suv oqib turadi. Bu suvda огород sug'orsangiz bo'ladi. Umumiy maydoni itga o'xshab baqirargan. Umumiy maydoni 20 sotiq. Hisoblasangiz 20 sotiqdan ham ko'proq chiqar ekan. U oxirida ariq oqib o'tgan, hozir o'tgan boramiz. Asosiy ikkita binosi, 4 ta xona, ichida yashash xonalari, ichiga kirib yashasa bo'ladigan holatda. Gaz, svet, suv hammasi bor. Xohlasangiz mana uyni hovli qismiga stalban o'rnatib qo'yishgan. Bu tomonida ham ikkita xona, bremenka. Hozir bu yoqlarning ichlarini kirib ko'rsatamiz. Ichlarida ozgina remont qilingan. Kirib bemalol yashaydigan holatda. Xonalari mana yaxshi holatda turibdi. Tak. Xonalari yaxshi holatda. Bu yoqda ham ikkita xona edi, hozir ko'rsatamiz. It kimiga ekan bilmayman. Lekin tegmadi bizga. Tak. Bu yoqda ham ikkita xona. Ularda ham holati yaxshi, ozgina remont qilib bo'yaversa yaxshi holatda. Mana shu tomonida ariq oqib o'tgan. Bu ariq oqib o'tgan, qishin yozim bu yerda suv to'xtamas ekan. O'zi o'tgan safar ham mana shu yerda qo'shni uyda ko'rsatuvdik. Mana suv. Qishin yozim to'xtamas ekan bu suv. Xonadon egalari o'zi mol boqishgan adashmasam. Buqa boqishga tayyor joylari bor ekan. Xonadonimizga hozir so'ralayotgan boshlang'ich narxi 40 ming AQSh dollari. Yana kelishadigan joyi bor. To'rtta xona, ikkita xona, hojatxona. Endi kelib bemalol yashaydigan holatda. Hammomi yo'q. Hammomini endi vaqtincha kimdir oladigan bo'lsa qilib olsa bo'ladi. 40 ming AQSh dollari kelishadigan joyi bor. Kelib turib shu yerda 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Telefon nomerlari qoldiraman. Lokatsiyani so'rasangiz tashlab beramiz. Keling, ko'zingiz bilan ko'ring, dokument hammasini hujjat bilan shu yerda baraka qiling. Xudo xolasa mana shunday joyda xonadonning egasi bo'ling.